Joriy yilning 11-iyun kuni muhtaram prezidentimiz dolzarb 90 kun loyihasida mana biz Andijon viloyat oliy ta'lim fanlar boshqarmasida kibersport bo'yicha musobaqa o'tkazilyapti. Hozir taassurotlar bilan tanishamiz, bolalar taassurotlari bilan tanishamiz. Jarayonga marhamat qilamiz. Cut them out. My barber got me looking proper every single time. And you know I got it hard for that once you gone. R.I.P.'s in your memory, we carry on. What I got it when I bury me, not what I want. Bugungi mana kibersport musobaqasi haqida taassurotlaringiz. Kibersport mana prezidentimiz tashabbusi bilan avval yoshlarni maktablardan bunaqa o'yinlarga taklif qilinmasdi, texnikumlardan, tashkilot maktablardan avval yoshlar bunaqa o'yinlarga, tadbirlarga taklif qilinmasdi. Hozirda kelib mana prezidentimizga rahmat, shunchalik yoshlarga e'tibor qilib, yoshlarning rivojlanishini yanada rivojlantirib kuchaytirayotgani uchun rahmat aytamiz. Siz o'zingiz taassurotlaringiz? Taassurotlar o'ta go'zal, sharoitlar zo'r, o'tchi bo'lyapti o'yinlar.